Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, assalomu alaykum. Bizni kanalimizda kuzatib borayotgan aziz yurtdoshlar, aziz musofir yurtda yurgan dindoshlarim, jonlaringiz sog'mi? Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Akalar, opalar, men shu narsani aytishdan charchadim. Prosta bir xil akalarimiz, opalarimiz, bilmayman, akalar ko'radi, foydalanadi, realni foydalanganlar ham bor, lekin akalar befarq bo'lmaysizlar. Bitta like, kommentariya sizdan cho'ntagingizdan biron so'm ketmaydi, og'ir yuk ko'tarmaysiz akalar. Hozir akalar mana shu yerda boshqa narsa bo'lsa-ku, yolg'on narsa. Like'ni shunday bosasizlar agar ishonib turib, lekin realni narsaga like degan narsani podдержка qilmaysizlar akalar. Bu sizlarga ham foyda akalar, opalar. Menga pul-mul yo biron YouTube'dan foyda yo'q akalar. Prosta men bu savob ish uchun qilyapman. Kunlik to'lov deysizlar, kunlik ish, sklad, chasni, dacha hammasidan chiqarib kelyapman akalar, opalar. Lekin sizlardan bitta podдержка, shuni ayab o'tiribsizlar. Jonlaringiz sog' bo'lsin, tushungan odam tushunib oldi, tushunmaganga mingta ham aytsang tushunmaydi. Musofir yurtga borgandan keyin akalar, opalar, bilasizlar, eng birinchi muammo bo'ladigan narsa bu dokument masalasi bo'ladi. Bilasizlar, Telegram gruppalarida juda mosheniklar ko'payib ketgan. U dokumentni, bu dokumentni qilaman, pulini tashlaysizlar, yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun men sizlarga eng bir foydali, ishonarli insonni sizlarga tavsiya qilaman. Bemalol telefon qilib foydalanishlaringiz mumkin. Bu Islomjon akamiz bo'ladi. Islomjon aka anchadan beri biz bilan hamkorlik qiladi. Ishonarli, biron insondan hali jalb tushgan yo'q. Shuning uchun pastda nomerlarini qo'yaman va Instagram sahifasini qo'yib o'taman akalar, opalar. Mana shu kanaldan, bizni kanaldan o'tib, obuna bo'lib salom deb yozasizlar. Kimki Instagramga obuna bo'lib yozgan odamga inshaalloh skidkasi bo'ladi. Aytib o'tgandek, patent, registratsiya, трудовой договор, sertifikat, INN barcha quyidagi dokumentlar inshaalloh Islomjon akada bemuammo sizlar to'g'rilatishlaringiz mumkin. Bugun ishimiz esa yana Moskva, Moskovskiy oblastda bo'ladi. 5500 rubl va 3 mahal pitaniya, yotoq joy tekin ish akalar, opalar. Bu yerga faqat erkak kishilar ishga taklif qilinadi. 18 yoshdan to 50 yoshgacha bo'lgan akalarimiz. Ish nima deysizmi akalar? Shpaklyovka, shkaturka akalar, malyarchik, kroylshik va demontaj ishlari akalar, opalar. Oyligi qanday deb birinchi o'rinda oylik akalar. Hammasi yurunda birinchi o'rinda oylik masalasi. Qanaqa deysizmi akalar? Xohlasangiz har kuni olasiz soqani. Xohlasangiz akalar haftalik. Agar ishlayman degan vatandoshlar bo'lsa, pastda nomerda yozib qo'yaman. Yuliya, bemalol aloqaga chiqasizlar. Inshaalloh sizlarga ishni ko'rsatadi, borib ko'rasizlar. Ma'qul bo'lsa gazini bosib ishlaysizlar. Ma'qul ish menimcha. Chunki 5500 plus 3 mahal pitaniya, yotoq joy tekin. Prosta chista 5500 olasizlar. Kimdir ishlamoqchi bo'lsa vatandoshlar, bemalol pastdagi nomerlar, aloqaga chiqasizlar. Bir narsani aytib o'taman, bu yerda faqat va faqat patent bo'lishi shart. Dokument bilan akalar olinadi. Farqi yo'q, Moskva yo Moskovskiy oblast patentingiz bo'lsa ham faqat patent qo'lda bo'lishi shart. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa yana yangi videorolikda ko'rishguncha deymiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Kommentariyaga bosamiz omad so'zini. Inshaalloh yangi ishni faqat bizning kanalda kutib qolasizlar. Rahmat, e'tiborlar.